Mana gaplashib o'tiribmiz. Kelganimda yo'qamiz qizlar bilan. Chingizxonga o'xshab qoldim. Всё, boryapman Sabrinani oldiga. Yo'lga chiqyapman hozir. Borib men sizlarga aytib beraman. Yo'qamiz qizlar bilan. Kasalxonadan uxlash kerak. Men uyqum kelmadi. Futbolni komandam bilan. Shundan ketib qolsam ko'tarib olib kelishadi. Oy! Desam og'riyapti. Mana gaplashib o'tiribmiz. Kelganimga ancha bo'ldi, конечно. G'iybat ko'paydi. G'iybatdan. Hammaga salom. Ko'rishdik, gaplashyapmiz. Hammasi yaxshi mana onalari. Salom. Hammasi yaxshi. Ertaga borasizlar? Ertaga doktorga borishadi. Agar iloji bo'lib qolsa, men ham birga boraman, потому что это как я буду чувствовать. Ertaga aniq aytiladi. Больница shu yerda, qaysi больницада qilinyapti, qaysi doktorda qilyapti. Bu xotin ham shu yerda. Rosa urushdik anaqada. Internetda bu xotin bilan siz afiristsiz deb rosa urushdik. Короче, hammasi yaxshi. Bu opa shu yerda qo'llab-quvvatlab birga yuribdi. Полностью ertaga больницаlarga ham yo'qolib boradi. Men sigaret chekkan chiqib ketaman, bu qizlar paxlava yeyishyapti. Ana, o'tiribmiz. Shirinmi? Bu yerda zo'rlari bor. Ertaga aylangan chiqsak yeymiz. Bo'pti. Bitta xotin rosa meni maqtamoqchi eshitdinglar. Mendan ham nefnisini hozir ko'rib, hayotda juda ham ixcham. Kichkinaligimi ayting, ekranda katta ko'rinaman. Да, ana o'tda маленькая, mencha chimya, и еще mendan ko'proq ayolga o'xshaganlar. Men hozir hayron qolib, men hozir gapirib turibman. Nifiga себе deb. O'rtoqlarga bugun 350 marta ushlab ko'rdim hamma joylarida. Men löpchik taqmayman, если что, deyman. Eshitinglar, bular meni yaqin o'rtoqlarim, bular har doim meni oldimga yaqin bo'lib turgan. Misol uchun Sakina, Malika meni kerak bo'lsa cho'miltirgan, pamperslarimgacha almashtirgan. Bular meni yaqin dugonalarim, hech qanaqa hayp uchun paydo bo'lib qolgan insonlar emas. Qarg'alar bu PR uchun to'planishyapti deb. O'rtog'im, mana Ahad aka yo'q payti, men bu o'rtog'im ovqatlar pishirib keladi, Malika. Men bu kasalxonaga yotganimga o'rtog'im ovqatlar qilib yedirtirgan, videolari ham bor. Ahad qayum nimaga unaqa yolg'on gapirib chiqyapti? Ahad qayum bilasizku, hayp uchun ishlaydigan inson. O'zini yaxshi ko'rsatish kerak. Ahad yangi yilgacha lekin keldi. Yangi yilgacha keldi. Yangi yildan keldi. Har kuni keldimi? Ha, yo'q, endi har kuni emas, balisaga har kuni. Har bittasini o'rni bor. Har bittasini o'rni bor mana shu. Mana shu insonlarda. Kechgacha men o'zim haydayverardim. Mana bu misol uchun Muhammad больницада men bilan turgan bola. Значит, yangi yilgacha kelgan. Mana bu Muhammad больницаga men bilan turgan. Malika ham men bilan turgan. Ikkinchi odam kim? Ikkinchi odam kim? Yana bittasini urib ketdi. Ikkinchi odam emas, Shahin degan bola hozir. Uni chiqarmay qo'ying, bu o'g'il bolani chiqarib qo'ymaydi meni profilimda. O'zi xohlaydi. Shahin. Mana bu bola. Bu bolani ham urib ketgan. Ha, qo'lidan lat yebdi. Bu bola lekin aytmadi, unchalik aytmadi. Mujiklik qildi lekin bu bola. Unga ham bosim o'tkazgani. Yo'q, endi mujiklik qilgan bolani aniq qilmaymiz. Aytgan. Aniq qilishgan, telefon olib beraman deyishgan, lekin telefonni sozlab bergan. Endi aytmayman kimligini. Kim? Ahad qayum. Aytavering. Ahad qayum. Birinchi aytishgan, telefon olib beraman deyishgan bolaga. Terpilali qilmasning sozlab beramiz, yetadi senga. Tuzatib berishgan. Yangi telefon olib beramiz deb aytishgan. Ahad qoyim aytgan. Keyin bunisiga yuborgan. Keyin aytgan, hech narsa bo'lmaydi, telefoningni sozlab beraman degan, arzimagan pul bergan bunga. Yana Ahad qoyim ushlab o'tirgan. Kasal insonni qanday ushlab o'tirish mumkin? Mazasi qochgan insonni. Qanaqa bunaqa ifloslik bo'ldi? Bu bolani rosa ushlab o'tirishgan. Terpilamisan degan. Nima bunaqa bo'lyapsizlar desa, nimaga sen yozib berasanmi ustimdan degan. Terpilamisan degan. Rosa buni mendan jahli chiqqanda, meni deb jahli chiqqan ulardan dalshi syomka qilganiga. Rosa men bu narsani olib chiqishni xohlamayman. Bu bolani urib ketganda, bu bolani prosta tak qo'yib qo'yishganda. Sen degan prosta qo'ling lat yegan degan. Agarda ushlab qolmaganda bu ham ketardi gedikdagiga. Обалдеть. Shunaqa podrobnostlarni bilarmidinglar? Ahad qayum, значит, yangi yilgacha bo'lgan, keyin urush tashlab qo'ygan. Yo'q bo'lib unga yangi yilgacha bir kelgan. Endi bu bolani golisi bor, hamma narsasi bor. O'zi podrobni gapirgani. Prosta biz qo'zg'atish xohlamaymiz. Bu bola ham bo'lganda, endi buni balkim yoshirishgandir. Qo'li lat yedi prosta taklif. Dubay ketdi-ku.
Dubay borib dam olib keldi. Shu ketdi, shu yo'qoldi shu bilan keyin. Aynen. Значит, hozir gaplashib o'tiribmiz Ozudopa haqida. Aytib bersin, nima bo'ldi Ozudopa? Da, Ozod opa, ya'ni Nilufar opa $3000 olib keldi. Bu hech kim o'rgatmayapti. Men o'zimdan aytayapman. Bu mayda-chuyda ishlar uchun deyishdi. $3000. Biz prosta to'xtatmoqchimiz mana Da, to'xtatmoqchimiz. Ozudopani, uni, buni kavlamasdan operatsiyasini o'ylaylik. Keling, mana shu mayda-chuyda gapni hammasini oxiriga yetib boraylik, to'xtataylik Hech qanaqa dedim. bosim o'tkazmayapti, hech qanaqa. Meni xarakterimni bilasizlar. Bosim o'tkazgan, u bosim o'tkazsa Yo'q, paxlava yeb o'tirmaydi-yu. Yo'q, bosim o'tkazmagan. Men o'zimni roziligim bilan bu narsani to'xtatmoqchimiz. Menga sog'ligim kerak. Men operatsiyani boshlayman. Shu uchun Ozod opani karyerasiga omad. To'xtatamiz buni. Ozudopa operatsiyani hisob-kitob qilib, pulni tashlab beringlar dedi. Pulni tashlab beraman dedi. Nech pul ketadigan bo'lsa. Nilufar opa aytdi bu narsani. Ozudopa ham menga aytdi lichna. Va shunaqa gap. Ozudopa, da, hammasi hammasi yaxshi, Ozudopa yordamda. Ana o'ziz gapiring. O'zi xohladi, men o'zimga gapiray yana dodi, men berdim. Assalomu alaykum, Munisa opajon, yaxshimisiz? Rahmat kattakon menga yordamingiz uchun. Ozgina nima deydi, tortishuv narsalar bo'ldi, tushunmovchiliklar bo'ldi. Hammasi joyiga qaytdi. Biz tushunib gaplashdik bular bilan. Hammasi joyida. Rahmat sizga. Go'zalligimni ham aytib o'ting. Juda ham chiroyli ekansiz lekin. Aldashmayapti. Assalomu alaykum, Munisaxon, rahmat. Prosta tushunmovchilik bo'ldi. Hammasi Ko'p zo'r. narsa tushunmadik aslida. Ko'p narsa tushunmovchilik bo'ldi. Ana tushuntirib bir-birimiz bilan mana Jasmina Men bilan o'zim jo'natganimni Munizopani tushuntirib berdim. Iltimos qilib jo'natganimni. Munizopada prosta nalichniy-da pul. O'shanga olib borib bering, o'zingiz olib borib bering lutchi deb jo'natdim. Shov-shuv bo'lib ketdi hamma yoq. shunday. Rahmat yana bir bor. Yoqdimi? Turkiya yoqdimi? Endi hali qayerda ola endi? Nasib Kelganmiz bo'lsa, soldi. Ko'p bo'ladi. Yo'qmi? Otkuda. Aha. Nasib bo'lsa. Mayli, sog' bo'linglar. Fotograf ekan, rasmga tushamiz, zo'r rasmlar olib beraman Kontaktlar deyapti. olamiz zo'r. Aylantiradi endi. Da, xudo xohlasa. Hali uyda aytsam ishonmagan ekan. Hozir aytib beryapmiz, hozir xursand bo'lishib, quchoqlashib, onasi bilan xursand bo'lib ketishdi. Aytib o'tib keting, rahmat deb. Shahzoda Muhammedova, Marat aka, kattakon rahmat. Prosta men tasavvur qilolmayman uyli bo'lishimni. Necha yil prosta aytmoqchiman-da, bizning uyimiz bo'lmagan. Ishonmadingiz-a menga? Ishonmaganman. Prosta endi uyim Endi bor. rasmlarni ko'rsatganimdan keyin, peripiskani ko'rsatganimdan keyin ishondi. da. Endi ishonishibdi, представляете? Men yolg'onchiga o'xshaymanmi? Yolg'onchi emas, men ishondim. Realni rahmat kattakon. Alloh rozi bo'lsin Yaxshi sizlardan. kunlar o'tkazing Yaxshi o'sha kunlar, uyda. inshaalloh. Oyoqlarga turib ketib, model bo'lib keting, xudo xolasa. Nasib, inshaalloh, rahmat. Karyerangizga omad. Shahzoda opa, Marat aka katta rahmat. Onasi ham gapirtiring. Gapiring. Gapiring ona, gapiring. Hayajonlanib ketyapman. Hozir mana Jasmina ko'rsatib aytganda to'g'risi ishonmagan edik. Shahzodaxon rahmat. Marat aka. Marat aka rahmat. Hammalaringga Alloh rozi bo'lsin. Mana Jasminaxon aytganlariga keyin ishondik, ungacha ishonmagan edik. Peripiskani ko'rib ishondingiz. Aytsam ishonmayotdingiz. Shunday xursand qildingiz. Alloh rozi bo'lsin. Ro'za ayyom kunlariga. Katta rahmat. Katta rahmat. Bolalaringizni baxtini ko'ring, Marat aka. Shunday bo'lsin. Shunaqa gaplar. Biz tugataylik, bizni gostinitsadan haydashyapti. Bo'pti, hammaga omad. Endi shirin tushlar ko'ylar. Serial bugunga tugadi. Modellarni oldida o'lchayapmiz bo'ylarini. Ay, nitkam qochib ketadi. Ujus. Bo'yni qaranglar.